alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, Kiyani to'g'risidagi 7 etажga uylarimizni arendaga beramiz. Mana bu mehmonxonasi. Ko'rib turganingizdek, chiroyli chiroqlar bilan yoritilgan. Biznesmenlar bo'lsa qo'yib beramiz. Spalimiz. Ko'rib turganingizdek, spaliyam sifatlisini qo'yilgan. Kelgan odam xuddi o'zini uyiday qilib, avaylab, asrab ishlatish kerak bo'ladi. Bir mashinalari ham. Bu hojatxona. Oshxonamizda ham mana kotel joyi bor. Bu ham yaxshi. Hammasi yashash uchun yaroqli, tayyor holatda. Kelinglar, ko'ringlar uyda.